Mumbayda aeroportdan uchish uzoq bo'lmagan joyda kapsula hostelga kuniga $7 dan 3 kunga $42 to'ladim. To'lov oldindan qilinganda adashib 2 marta to'lov qo'yibman. Mana Hindistondagi hostel. Kapsula hostel. Kapsula hostel shunaqa kapsula beradi bir kishi uchun. Maniga. Sho'ldiri botishcha. Maniga. Kengina, ancha, mana oyoq bor kiradi. Televizori bor, lekin hech kim ko'rmaydi. Wi-Fi ulab beradi. Oyna, konditsioner. Bu yoqdan boshqariladi. O'chirib yoqqa pasaytirib seyfi bor. Mana sochiq qo'yib qo'ydik. Yostiq, kiyim, suvlar qo'yib qo'ygan. Xullas, selim yomon emas. Yomon emas, banana deydi. Tualet, vanna, cho'milish uchun sharoitlar, hamma narsa bor. Xullas. Ertaga ham bugun yaxshilab dam olsak, xudo xolasa ertaga haqiqiy sayohat boshlanadi degan umiddaman.